quvvatga to'lgan payting birodar. 5 ga kirgan bolangni bir shapaloq urding. Ha, joni og'riydi, alamlanadi. Endi 15 ga kirganda ursang-chi, endi alamlanishi yana ham qattiqroq bo'ladi. Bo'yingga yetib 30 ga kirganda bir shapaloq ursang-chi, hammaning oldida. Bu urishdi va bu zarbani og'rig'ida o'zi alam qilmaydi. Bu bir shapaloq hech narsa emas 30 ga kirgan odamga. Odamlarda oldida xor bo'lganligi, hurmati to'kilganligidan qattiq alamlanadi. Ko'ryapsizmi? Ustiga kelgan musibatdan 5 yashar bola bir xil alamlanyapti. 15 ga kirgan bir xil, 30 ga kirgan boshqa xil. Shuning uchun kishi qanchalar martabasi yuqori bo'lsa, jamiyatda qadr martabasi oliy bo'ladigan bo'lsa, unga kelgan jazo boshqalarga kelgan jazodan ko'ra og'irroq ta'sir qiladi bunga. Agar shunga o'xshagan jazo qaraganida emas, yoshligida kelgan bo'lganida bunchalik alam qilmas edi bu odamga. Endi agar bir inson islomda, dinda, iymonda soch soqoli oqargan bo'lsa, islomda yashab qarigan bo'lsa, Alloh hayo qiladi bu bandasidan, azoblagani. Islomda soch soqoli oqargan odamni Alloh azoblagani hayo qiladi. Bu Allohning hayosi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Fa innahu ma min muslimin yashibu shaybatan fil islam illa kanat lahu nurun yawmal qiyamah." Qaysi bir musulmon islomda qarigan bo'lsa, soch soqoli oqargan bo'lsa, qiyomat kunida uchun nur bo'ladi, nuri bo'ladi. Takrorlaymiz birodarlar. Ulamolar Allohning hayosi qanaqa bo'lishini bizga tushuntirib berishdi. Allohning hayosi bu saxovat hayosi, xayriyat hayosi, fazl-u karam hayosi, ulug'lash hayosi. Endi bandani hayosi Allohga osiy bo'lishdan tiyilishlik. Alloh hayo qiladi bandadan, banda ham Allohdan hayo qilishlik kerak bo'ladi. Alloh taoloning hayosini karam, saxovat hayosi dedik. Banda ikki qo'lini ko'tarib, "Ey Parvardigor" deb hojatini so'rar ekan, uning ikki qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi. Yana aytdik, islomda umrini o'tkazgan, dinda, taqvoda, ibodatda soch soqoli oqargan odamni Alloh azoblagani hayo qiladi. Hayo qaysi tomonga burmang, hayo faqat yaxshilik olib keladi. Hayo birodarlar, bu zaiflikning belgisi emas. Aksincha quvvatning belgisi. Hayoli insonlar o'zlarini xijolatli bo'ladigan o'rinlarga qo'yishni xohlamaydi. Masalan, oddiy odamlar